Hammaga salom. Bu darsimizda skater qilishni osonroq bo'lgan usullarni ko'rib chiqamiz. Bu uchun bizga kerak bo'ladi array object degan blueprint. Bu qanaqa ishlaydi? Bu yoqda o'zini nastroykalari bor. Birinchi bo'lib, hop e'tibor beradigan joyimiz, ya'ni o'sha biz bu array objektga nimani array qilishimiz kerak. O'shani ko'rsatib olishimiz uchun bu yoqda static mesh turibdi. Plus bosadigan bo'lsak, bu yoqga hop static meshimizni qo'yishimiz uchun joy ochiladi. O'zimiz uchun static mesh tanlab olamiz. Scatter, cover, meshimizni ko'rsatib olamiz. Endpoint joydan o'shamizda tortamiz bu tarafga. Tortganimizda xuddi shunaqa meshlar уже ko'payadi avtomatik. Bu tarafga tortsak, уже bu tarafga ko'paya boshlaydi. Hop, buni yana qanaqa funksiyalari bor? Uni alohida random qilish mumkin har birini. Undan tashqari o'sha yana bitta boshqa mesh qo'shishimiz ham mumkin. Xuddi shuni o'rniga, misol uchun, gul qo'shib qo'yishimiz mumkin. Shunda mana yarmi boshqacha gul, yarmi boshqacha gul bo'ldi. Buni tepaga ko'tarishimiz mumkin. Tepaga ko'tarsak ham xuddi shunaqa уже ko'payadi. Bu уже orasidagi masofalar. Buni kamaytirsak, hop bir-biriga yaqinroq bo'ladi. Bu o'sha x o'qi bo'yicha yoki z o'qi bo'yicha ko'paytirsak bo'ladi. Undan tashqari buni yana ham randomlist qilishimiz uchun nimalar qilishimiz kerak? Rotation range'ga galchka yoqib qo'yamiz. Minimalniy и maksimalniy 20. Hop, z o'qi bo'yicha 20 minus 20. Bundan tashqari scale ham xuddi shunaqa o'zgartirsak bo'ladi. Pastroqqa tushamiz. Bu yoqda scale range'ga galchka bosib qo'yamiz. Minimalniy 1 dan maksimalniy 2 gacha. Shunda e'tibor bersak, qaysi birlaridir katta, qaysi birlaridir kichkina. Bu o'sha randomli bemalol o'zgaradi. Xo'p, bundan tashqari biz buni bitta liniya spline bo'yicha bemalol o'sha follow qilib yuradigan qilishimiz ham mumkin. Bu uchun nima qilamiz? Bu yerda endpoint turibdi, o'shani spline origin ga o'tkazib qo'yamiz. Shunda e'tibor beradigan bo'lsak, boyagilar yo'qoldi hammasi. Endi bu boshqa rejimga o'tdi. Bu yoqdagi mana bu spline ni ushlab olamiz. Spline ni ushlab bundoq cho'zadigan bo'lsak, xuddi shunaqa cho'ziladi. Altni bosib turib, bundoq yonga tortadigan bo'lsak, o'sha yon tarafga bemalol cho'ziladi. Agar biz eng asosiysidan ushlab olib, o'sha tochkani klik qilib buni linearga o'tkazib qo'yadigan bo'lsak, buni ham linearga o'tkazib qo'yamiz. Endi bu tochkamizdan boshlaymiz. Buni ham linearga o'tkazib qo'yamiz. Yana altni bosib bemalol xuddi shunaqa narsa yasashimiz mumkin. Bunda ham xuddi shunaqa. Endi orasidagi masofani ko'paytirib olamiz. Bu yoqda offseti bor, maksimalniy, minimalniy. Orasidagi masofalar qaysidirlari kattaroq ochilishi, qaysidirlari kichkinaroq ochilishi. Hop, misol uchun buni 0 bo'lsin, pastdagisi 50 bo'lsin. Misol uchun shunaqa, qaysidirlari yaqinroq, qaysidirlari bir-biriga uzoq. Undan tashqari, hop, offsetini bunaqasiga ko'paytiradigan bo'lsak,
yoki z o'qi bo'yicha. Shunaqa bemalol bu yana ham randomlikni oshirish uchun o'sha bunaqangi ko'p ko'tarilmasa ham o'sha juda kichkina sonlarda, misol uchun 5-10 atrofida randomliroq qilish uchun buni ishlatishimiz mumkin bemalol. Buni endi proyektimizda ishlatib boshlaymiz. Uni paket delete qilib turamiz. Daraxtlarimizni qaytib olamiz. Bu yoqdagi o'sha bordyorimizdan boshlab olamiz. Windowga o'tib olamiz bu yoqdan bridge'ga kirib olamiz. Bordyorimizni sketchatib olamiz. Hop, buni faqat medium quality olamiz, chunki bu uzoqroqda turadi, unchalik ko'rinmaydi. O'sha proyektimizni yaqin plan, uzoqda planda turishiga qarab, meshlarimizni, teksturalarimizni shunaqa kontrol qilib olganimiz yaxshi. Bu proyektimiz qotmasligi uchun, keyinchalik bemalol qiynalmasdan ishlashi uchun ancha yaxshi. Array object kiramiz buni sahnamizga drag and drop qilamiz. G'ni bosadigan bo'lsak, ko'rinadi o'sha ikonkalari. Hop, yetib olamiz. Meshimizni ko'rsatib yuboramiz endi. Megascans, preset. Bitta plus bosib, meshimizni ko'rsatib yuboramiz. Faqat scale'ni kichkinaroq qilib olamiz birinchi bo'lib. Endi buni spline o'tkazib qo'yamiz. Buni oldinga cho'zamiz. Shurecha. Endigi qiladigan ishimiz orasidagi masofani yaqinlashtirib olamiz. Примерно shunaqa. Offset'iga o'tib olamiz. Shunaqa. -2 yozib olamiz. Pastroqga tushib, rotation'ga ham galchka olib qolamiz. Random bo'lsin, hop. Faqat qaysi o'q bo'yicha deydigan bo'lsak, bizga bu o'q bo'yicha, ya'ni bu o'q bo'yicha random bo'lishi kerak. Qaysilari sal bundaqa tushgan, qaysilari sal bundaqa ko'tarilgan. Maksimalniy 10. Hop, 10 emas, hop. 3 yozib olamiz. -2 dan. Hop, -1 dan 1 gacha yozib olamiz. Hop, scale range o'tib olamiz. 0.98 1 atrofida. Hop. Примерно shunaqa. Endi buni pastroqga tushirib qo'yamiz, bo'ldi. Eski meshimizni просто delete qilamiz. O'sha yo'lakchamizni chetiga ham xuddi shunaqa qilib skater qilib chiqamiz.
bizda ham xuddi shunaqa muammo bo'lishi mumkin. Ya'ni o'sha g'ishtlarimiz spline bo'ylab yurmayapti-da. To'g'ri o'zini yo'nalishi bo'yicha yuryapti. Buni to'g'rilashimiz uchun pastroqga tushib olamiz и spline rotation allision yoqib qo'yamiz. Shunda e'tibor beradigan bo'lsak, g'ishtlarimiz o'sha spline bo'ylab yuryapti. Klik qilib add new point qo'shib olamiz. Xo'p, endi buni ham randomliroq qilamiz.
Hop, scale'ni ham o'zgartiramiz. Buni reset qilib olamiz и scale range yoqib qo'yamiz. 0.5 ta. Xuddi shunaqa. Hop, endi bu tarafga ham xuddi shunaqa chizib chiqamiz. Endigi qiladigan ishimiz o'sha Maxda qanaqa joylashgan bo'lsa gullarimiz, xuddi shunaqa gullarimizni ham joylashtirib chiqamiz. Adashmasam, hop, mana shunday. Bu yerda datasimizni eksport qilayotganimizda, hop, xuddi shunaqa 10 barobar yoki 100 barobar katta bo'lib ketgan bo'lishi mumkin. Bu o'sha birinchi sahna millimetrda ishlangan, keyin santimetrda, keyin metrda shunaqa paytda nimadir buzilib ketgan bo'lishi mumkin. Hozir biz buni bu yoqdan skaterni 0.1 yoki 0.01 qilib olib, bu yerda ishlatsak xuddi shunaqa ko'rinishda ko'rinaveradi. Spline'ga allision qiladigan bo'lsa, razmeri o'zgarib ketishi mumkin. Shuning uchun informatsiya. Xo'p, buni shu yer o'zida 3D Max'da bor Reset X Form degan narsa o'sha eski scale qilinganlarni o'chirib yuboradi informatsiyani и hozirgi holati buni shu holati deb tipa ko'rsatib beradigan narsasi. Biz ham buni xuddi shunaqa qilib olamiz. Faqat buni aynan razmerini bilib olish uchun Max'dan bitta o'lchab olamiz, Max'dagi razmerni. Примерно 35 см. Xo'p, endi biz xuddi shu gulimizni Unreal'da qanaqa o'lchashimiz mumkin razmerini. Ctrl bosib turamiz. Rolikimizni bosiladigan knopkasi bor. O'shani bosamizda, bosib turib, bunday yonga qarab tortamiz. Tortadigan bo'lsak, shunda mana frontdan bizga ko'rsatib beradi sahnamizni. Birinchi bo'lib o'sha skaterlarimizni qaytib olamiz, o'sha lishni narsalar. Mana bu gulimizni bu yerda ko'rinishi. Yana xuddi shu knopka, faqat bu safar Ctrl bosmasdan bunday tepaga tortadigan bo'lsak, razmerini o'lchab beradi. Buni razmeri hozir примерно 1 metr atrofida. Unreal sahnamizda bu 30 santimetrcha edi. Hop, buni yana 1 metrligini qanaqa ko'rsak bo'ladi. Sahnamizga bitta personaj tashlab olamiz. Olga o'tamiz, bu yerga skelet deb yozib olamiz. Sahnamizga bunday tashlab olamiz. Ctrl bosib turiladi, bunday yonga tortamiz chap tarafga. Endi yana xuddi shu knopkani o'zini bosamiz, faqat Ctrl siz. Bosib, pastga tortadigan bo'lsak, o'sha lineyka o'lchab beradi. Xo'p, hozir odamimizni bo'yi примерно 180. Gulimizni ham xuddi shunaqa o'lchasak bo'ladi. Pastdan tepaga tortamiz.
Shunda gulimiz 1 metr atrofida balandligi. Buni yana ham sal kichkinaroq qilamiz. Misol uchun 0.06 qilib ko'ramiz. Misol uchun shunaqa. Endi biz xuddi mana shu skaleni bake qilib olamiz. Modeling bo'limiga o'tamiz. Xfromga o'tib olamiz. Bu yoqda bake transform bor. Hop, bitta bosamiz, accept bosib olamiz. Endi bo'ldi. Uje buni razmeri har doim shunaqa razmer. Misol uchun content brauzerga qaytib ham buni yana qaytadan sahnaga drag and drop qilsak, bu yana xuddi shunaqa uje kichkina ko'rinishda ko'rinadi. Hop. Bu yoqda spline'da tasvirga tushadigan bo'lsak, o'sha yopib qo'yadigan joyi bor. Closet spline.
Shu yerda e'tibor beradigan bitta narsamiz. Spline bo'yicha yursin deganimizda ham xuddi mana bunaqa narsa bo'lyapti. Bu yoqda spline bo'yicha faqat orasida bu tarafga qayrilmayapti. Spline rotate allision bosib olamiz. Unaqa qiladigan bo'lsak, bu yoqda biz ruchniy rotate qilganimiz, ya'ni bu ishlamaydi o'zi. Misol uchun buni 0 qiladigan bo'lsak ham 90 farqi yo'q, ishlamaydi. Shunaqa vaziyatda nima qilamiz? Hop, bu meshimizni sahnaga drag and drop qilamiz. Magnitni yoqib olamiz va 90 gradusga rotate qilamiz. Hop, endi mana shu rotate'ni bake qilib olamiz. Hop, modelingga o'tamiz. Bake transform bosib, ok bosib olamiz. Muammo hal bo'ldi. Buni sal uzoqlashtiramiz, bo'ldi.